Bor poring chaqir. Bor! Assalomu alaykum. Nima kamchilik? Kamolboy, keyinchiga o'tiringchilar. Yaxshi o'tiribsizmi o'zi? Zo'r, Kamolboy, lekin bu yangi joylarmi bor bo'lsin, yangi ovqatlar zo'r bo'libdi. Domg'azab, bo'yin, shashlik, assortimentlar bo'lib ketibdi. Bu yangi joyda ochyapsiz. Yangi ovqatlar ham bormi? Ha, kattalab ketaveradi, xudo xolasa. Yangi assortilarimiz bor. Malades. Buni tizini ko'ramiz endi. Bismillah. Zo'r, malades Kamoljon. Hurmatli chiroqchilar, ana endi Yoqubotga kelaverasizlar mana. Yararlangan she'r vatanga qaytdi. Ana endi Kamoljon o'zi she'rda ishlaydi. Hamma narsa halol bo'ladi. Dastavka kerak bo'ladi, joy bron qilaman desam, mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Kelaveringlar azizlar. Endi bahorda kuni yomg'ir yog'ib qoldi, o'zi karvotda o'tirmoqchiyim. Bu yerda ko'plab karvotlar ham bor, kabinalar ham bor, banketli zal bor, отдельно. Do'stlar davrasida oilaviy ham kelsangiz bo'lar, eng zo'r joy garajchi. Bemalol kelaverasizlar. Zo'r gapni ana endi aytaman. Zo'r joydan endi aytaman. Menuni tashqaridan ko'rib ichkariga kirib ketaverasizlar. Ichkarida ham menular bor. Men sizlarga manzilda aytib o'tsam, bu yerda Yoqub ota choyxonasi, bu yerda Shaym ota rezin zapravkasi, o'rtada Mirkam ota tushuntiryapti. Kelaverasizlar.